Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Xo'jam Dilshod Absalomovich. Intellektual mulk sohasida davlat organida 5 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassisman. Bugungi kunda patent vakili sifatida faoliyat yuritmoqdaman. Intellektual mulk sohasida davlat organida yetakchi mutaxassis sifatida o'z faoliyatimni boshlab turib, Adliya vazirligi intellektual mulk huquqlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i darajasigacha faoliyat yuritdim va ushbu faoliyatim davomida aynan intellektual mulklarni huquqiy himoya qilish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirdik. Aynan ushbu mehnat faoliyatim prezidentimiz tomonidan munosib baholandi. Ayni kunda biz patent vakili sifatida faoliyat yuritmoqdamiz. Bizning komandamizda aynan davlat organida tajriba orttirgan mutaxassislardan iborat asosan. Hurmatli tadbirkorlar, o'z brendingizni yaratmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga sifatli xizmat ko'rsatishga doim tayyormiz.